Barchaga assalomu alaykum fanshunoslar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Biz anchadan beri rejalashtirayotgan edik katta masshtabli videolar qilishni, lekin boshlay olmayotgandik. Bugun kunga nasib qilgan ekan. Video sifati masalasida uzr so'rayman, lekin bu bizni fikrlarimizni yetkazib berishga hech qanaqa to'sqinlik qilmaydi. Bugungi mavzumiz o'zbek futbolida katta o'zgarishga olib keladigan voqea hodisa haqida bo'ladi. Bu mashhur Birlashgan Arab Amirligining City Football Group korporatsiyasi deymizda, endi katta kompaniyasi O'zbekistondan bitta futbol klubi sotib olmoqchiligi va yana bitta o'zbekistonlik futbolchisi City a'zosi bo'lishi mumkinligi haqida Milliy olimpiya qo'mitasining birinchi o'rinbosari Otabek Umarov ma'lum qildi va mana shu mavzuga to'xtalishga qaror qildim. Nima uchun aynan shu mavzuga, buni nima ahamiyati bor deydigan bo'lsangiz, buni 2-3 ta aspektlarda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Birinchi biz to'xtaladigan narsa bu o'zbek futbol klublarining tom ma'noda xususiylashish. Birinchi foydasi bu. Ya'ni haligacha bizni O'zbekiston futbol klublarimiz mutlaq xususiylashmagan deb o'ylayman. Garchi Paxtakorda Jahongir Ortiqxo'jayevning ulushi juda katta bo'lsa ham, yoki Turonda bu omadsizlikka uchragan bo'lsa ham, qisman Andijon futbol klubida bir harakat qilib ko'ringan bo'lsa ham, bal mutlaq, ya'ni mutlaq meniki degan bir boshqa bir odamniki bo'lib ham turib chet el kompaniyasiniki bo'lishi bu juda quvonarli holat. Albatta bu biznes kirib kelishi juda quvonarli. Birinchi jihat hisoblanadi. Ikkinchi bizni xursand qiladigan jihati bu sotib olinayotgan klub. Ya'ni men eshitishim bo'yicha Qo'qon 1912 klubi sotib olinishi rejalashtirilyapti ekan. Shunaqa xabar berildi. Balki to'g'ri, balki noto'g'ri. Agar to'g'ri bo'lsa, juda ham to'g'ri qaror qabul qilishgan. Qo'qon 1912 klubi juda ham mos klub deb hisoblayman sotib olishga. Nima sababdan? Buni ham ko'rib chiqamiz. Birinchidan Qo'qon 1912 O'zbekistondagi eng tarixi uzoq davrni egallagan jamoa hisoblanadi. Ya'ni 1912 deb o'tdi. Demak 100 yillik tarixda o'tgan jamoa. Hatto Paxtakorda tarixi ham 100 yillik emas. Neftchilik ham xuddi shunaqa. Demak bu borada City juda haligi bir tarixi bor klub sotib olyapti. Xuddi mana ingliz jamoalari bor-ku, Arsenal, Liverpool, Tottenham 100 yildan ziyod, 120, 130 yil bo'lgan. Xuddi mana shunaqa tarixga bo'lgan jamoa sotib olyapti. Birinchi yaxshi jihati. Ikkinchi bizga yaxshi jihati bu poytaxt klublarini sotib olmayotganligi. Chunki poytaxtda shundoq ham futbol zo'r, infratuzilma yaxshi, viloyatdagi bo'lgani yaxshi. Men o'zi o'ylagan edim, 3 ta klubni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar mendan so'rashgan, albatta mendan so'rashmaydi bu Nasaf, Nasaf debman. Mashal, Sho'rtan hamda Qo'qon 1912. Nima uchun viloyatning asosiy jamoalari Neftchi, Navbahor, Nasaf, Dinamo yoki So'g'diyona emas, chunki bular viloyatning asosiy jamoalari. Ularga shundoq ham viloyat tomonidan hokimiyat pul ajratadi. Sho'rtan, Mashal, Qo'qon 1912 bular ikkinchi jamoa hisoblanadi. O'sha viloyatning ikkinchi jamoalari. Va bular orasida Qo'qon 1912 Mashal va Sho'rtandan ko'ra foydaliroq deb o'ylashgani to'g'ri deb hisoblayman. Chunki Qo'qonda bilamiz shahar jamoasi baribir, Mashal va Sho'rtanga qaraganda aholi zich, bu jihati ham bor. Ertaga masalan stadionlarga tushish layoqati ham yaxshi, chunki Qo'qon xalqi ancha tadbirkor xalq. Sho'rtan va Mashalga qaraganda topish tutishi, ya'ni moliyaviy jihati yaxshi. Ya'ni yana bir qulay tomoni Qo'qon 1912 ancha moliyaviy krizislarga kirib qolgan degan xabarlar ham chiqyapti. Ya'ni u yerda moliyaviy muammolar bor. Toshkent va viloyat klublaridan farqli o'laroq u yerda stadioni qimmat baholanmaydi, infrastruktura qimmat baholanmaydi, akademiyasi yo'q adashmasam. Demak buni sotib olgani City Group uchun juda katta foydali deb o'ylayman. Qanday foyda keltiradi? Mana misolcha o'ylab qaraylik. Bitta futbol klubiga hokimiyat tomonidan 100 milliard so'm ajratilsa, masalan Qo'qon 1912 ga 100 milliard ajratilsa, bu 10 million dollar ham bo'lmaydi. Lekin uni City Group bitta futbolchini transferdan chiqarib olish mumkin. Ya'ni masalan 100 emas 200 milliard ajratadigan bo'lsa, Qo'qon 1912 uchun City Group o'sha 200 milliardni 3-4 yilda bemalol chiqarib qo'yadi. Oson. Masalan, u stadionlarda qurib, infrastrukturani yaxshi qilgandan keyin bitta ikkita futbolchini olib turib, Girona'gami yoki Mumbai City yoki bo'lmasa Braziliyadagi klubiga jo'natib yoki Cityni o'ziga jo'natib, u yerda ozgina ishlov berib, bir 2-3 million dollarga sotib yuboradigan bo'lsa, ikkita uchtasini o'z-o'zidan xarajat qoplanadi.
Ya'ni bemalol qoplab keta oladi. Bo'lib ham o'zbek futbolchilari juda arzon baholanadi. Bu yerda xuddaligi qanaqadir qadr topmagan olmoslarni olib sotgandek gap. Jironada buni qila olmaydi. Jirona ozgina xarajati kattaroq jamoa, chunki Ispaniya La Ligasida o'ynaydi. Pullar katta, u yerda ancha oylik maoshlar qimmat bo'ladi. Lekin Qo'qon 912 da bu narsa zo'r ketadi. Ya'ni aytmoqchimanki, Qo'qon 1912 ni tanlayotgani agar City Group haqiqatda shunday bo'lsa, bu eng idealniy variant. Meni shaxsiy fikrim. Nafaqat bizning Super Ligamiz o'zbek futboli uchun idealniy, balki ular uchun ham eng ideal variant tanlagan. Bu har tomonlama foydali va manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Endi yana bitta o'zbek futbolchisini sotib olyapti degani men juda uncha buni katta voqea deb bilmasdim. Menimcha yoshroq futbolchini sotib olsa kerak. Asosiy tarkibda o'ynamasa ham kerak. U yerda shu qanaqadir olib sotib olish uchun qilsa kerak menimcha. Olib yana boshqa jamoaga sotib yuborish uchun. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz qaysi komandani taklif qilgan bo'lardingiz City Groupga? Bu olishi to'g'rimi? Yoki boshqa fikringiz bormi? Albatta kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Fikrlar shaxsiy va subyektiv edi. Albatta bu sizning fikrlaringizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin to'g'risi albatta o'rtada bo'ladi, haqiqat o'rtada. Bizni kuzatib borayotganingiz uchun rahmat. Bu meni birinchi katta masshtabda videoyim. Iltimos qo'llab-quvvatlab, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildiringlar. Xudo xolasa albatta keyingi videolarimiz sifatli va davomli bo'lishga harakat qilamiz.